Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roz, Washington'da sözleyimiz. Bugün Çeslağı 2020 yıl 9. ayının 28. günü haftaga yekşembe hürmetlik vatandaş. Vaziyet doğrusu da gep alsak növbette Amerika Qo'shma Shtatlarda saylam. 11. ayının 3. günü ötközülediğin saylam keskin bir davrga kirdi. Muşa arlıqda tünügüllatin Amerika'da neşri kılındığın New York Vakit gazeti makale e'lon qilib, Prezident Trump'a hücum qilib, Prezident Trump 10 yillab davlatga boj topshirmadi dedi. Solchi gazet New York Vakit gazeti. Biron Prezident Trump solchi gazeti New York Vakit gazeti, Washington Postisi, CNN ismli televiziyasi qatorliq gazet jurnalları. Cümleden belki Time Magazine deganmish onun içinde bo'lishi mumkin. Mo'shalarni tanqid qilib, New York Vakit gazetini dünya xalqining dushmani yoki xalqning dushmani deb atagan edi. Haqiqatan bu gazetda Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan beri to'xtamay Prezident Trump hücum qilib keldi. Endi bu qatim boy to'lamadi deganda Prezident Trump'ning qaytirgan inkosi yalgan xabardir. O'ylab baqing, mushu saviyamiz bilan shunday bir baho beraylik. Amerikada katta bir savdogar yoki katta bir kapitalist odam Prezident Trump 10 yil davlatga boj topshirmadi desa, bu aqlga sig'maydigan gap qo'yinglar. Mümkün emas. Hem de New York Vakit gazeti nimişki bu meseleni götürüp çıktı. Sebebi sayılan mezgili yakınlap geldi. Vaziyet şu vatandaş. Endilikçilerge muşu devir kılganı aldı mesela. Ananikin cunguğu münasebetlik vaziyeti devir kılgan aldı vatandaşlığı bir leksiya sözdeyimiz. Mavzumunda birinci mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonot e'lon qilib, oz uchraydigan bir ahvolda Xi Jinpingning ismini atab tanqid qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 27. kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 27. kuni bayonot e'lon qilib, Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinpingning ismini atab tanqid qilib, 2015 yili 9. oyda Amerikani ziyorat qilganda bergan va'dasini amaliyleştirmedi. Janubiy dengizda talash tartish bo'layotgan hodislarni harbiyleştirmaymiz deb bergan va'dasini amaliyleştirmedi. Aksicha, texmi haddidan oshgan holda to'pi yo'tkab tindirib, ig'vogarchilik bilan harbiy aslahalar qurib, bergan va'dasini amaliyleştirmedi deb ko'rsatdi. Hem de kişiler qabul qila olmaydigan bunda xatarli hareketlarga qarshi turish to'g'risida Jungo Kompartiyasiga oxirigacha surishtir qiladigan irodasini ko'rsatish to'g'risida dunyo xalqiga chaqiriq e'lon qildi. Davlat Mahkamasining bayonotchisi Morgan Ortagus bayonotida mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 5 yil burun Amerikani ziyorat qilganda Oqsaroyda shu chog'dagi Prezident Obama bilan ko'rishganda bergan va'dasi Janubiy dengiz orollarini harbiyleştirmaydiganligini yoki harbiy aslahalarni 3. davlatga qaratmaydiganligi to'g'risida va'da bergan. Bugün Jungo Kompartiyasi Janubiy dengizga chorlovchi raketa o'rnashtirdi. Radar ve signal berish iqtidorini oshirdi. Bir necha 10 aeroplan lapaslarini yasab chiqdi. Alaqa shamol yomg'irda saqlaydigan aeroplanni saqlaydigan lapaslarni yasab chiqdi. Aeroplan tushalaydigan yo'llarni yasadi. Jungo Kompartiyasi bu harbiy aslahalardan foydalanib
Jungo'nun qonunluq huquqi bo'lmagan suv yuzida tashkillash yoki tizginlash sanasini texmo kuchaytdi. Bayonotchi O'rtag'oz qattiq tanqid qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi O'rtag'oz tanqid qilib bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasida samimiyat degan narsaning o'zimi yo'q. Talash tartish ichidiki bu orollarda Jungo'ning xalq askarlari Jungo dengiz soqchilarining ishiltishiga topshirib berildi. Atrofdagi davlatlarning biliqchilik ishlarini parokanda qilishni doimiy harakatga aylantirdi. Neftga derish, tabiiy gaz echish faoliyatlarini parokanda qildi. Amerika navbati Jungo'ning Janubiy dengizdagi bosh qurishga urinish harakatlarini davomli cheklashni qaror qildi. Shunglashqa xalqaro jamiyatning Jungo'ni surishta qilishini murojaat qilamiz.